Assalomu alaykum hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Bugun yana bitta ikki xonali xonadonimiz savdoga chiqqan. Samarqand shahar Sartepa massivi, shundoqla 24-maktab yonida 9 qavatli uyimizning birinchi qavati 45 qavatdan iborat ikki xonali uyimizni video obzorisiga taqdim etamiz. Videomizga bittagina like ayyamas degan umiddaman kirish qismidan video obzorini boshlaymiz. Xo'p, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz, e'tibor qilamiz, bu bizning ularni kirish eshigimiz. Xonadonimizning remontlari yaxshigina turibdi, ozgina yashalgan. Xo'p, bitta akvariumga e'tibor qilamiz, baliqchalarimiz suzibdi mazza qilib. Xo'p, kirganimizda birinchi xonamiz, bu bizning umumiy sanuzilimiz, e'tibor qilamiz. Barcha sharoitlari bor. Mana shunday dushvaya kabina qilib ketilgan. Xo'p, keyingi xonamiz esa bu yotoqxona qismimiz. Bu yoqdan ham e'tibor qilasiz, barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Divanlarimiz, shifonerimiz, telefonimiz, televizorimiz ham bor. Bemalol yashashga tayyor xonadon. 45 kvadratdan iborat bugungi xonadonimizning kvadrat metri. Bu esa bizning zal qismimiz. Mana shunday kompaktli zal, bemalol mягкий divan qo'ysa bo'ladi, mana bu stol qo'yib o'tirsa bo'ladigan sharoitda. Xo'p, televizorimiz ilingan, radiatorlarimiz qo'yilgan, xonadonimizning isitish tizimi polni radiatorlar qo'yilgan. Qaytishimiz esa mana bu yoqda oshxonamizda joylashgan. Oshxona qismi mana balkonga ko'chirilgan, e'tibor qilasiz, bu barcha sharoitlar bor. Двухконтурный котел mana bu yerda, gaz plita, vitishka, холодильникimiz, bu yerda kir mashinamiz, hamma sharoitlari bor. Xo'p, xonadonimiz joylashgan manzilda gaz va suv kommunikatsiya hujjatlarida umuman muammosi yo'q. Aytib o'tganimdek, ozgina yashalgan xonadon, lekin remontlari yaxshigina sveji turibdi. Samarqand shahar Sartepa massivi 24-maktab yonida 9 qavatli uyimizning birinchi qavati, 2 xonadan iborat xonadonimizning narxi 38,000 AQSh dollari so'ralyapti. Saldosi bemalol bor. Ipotekaga ham xarid qilsa bo'ladi. Kimga xonadon ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz har doim sizlarga yaxshi variantlar taqdim etishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar.